Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz do'konimizda Samsung S partiyalari hamda Redmi'da eng oxirgi so'nggi modeldagi telefonlarni tanishtirib o'tamiz. Bo'lmasa boshladik. Samsung S23 Ultra telefoni holatlari juda ham zo'r holatda. Telefonimiz operatsiyasi 12, xotirasi 256 talik, batareya quvvati 5000 mAh bo'ladi. Imeykalardan o'tgan holatda telefoningiz ikkita sim kartaga ishlaydi. Arzon narxlarda $540 qilib beramiz. İkinci telefonumuz Samsung S22 Ultra telefonu. Korobka dokumentlar bor, imeykalar o'tgan holatda. Region Koreya 12256 talik. $400 qilib beramiz. 22 Ultra telefonlarimiz Region Koreya. Ikkalasi ham arzon narxlarda qilib beramiz. Operatsiyasi 12, xotirasi 256 talik. Imeykalar o'tgan holatda $360 dan qilib beramiz. Telefonda narxlarimiz boshqa do'konlarga qaraganda bemalol solishtirib ko'raverasizlar. Xudo xolasa ancha farq qiladi arzon tomonlama. Samsung S21 Ultra telefonimiz imeykalar o'tgan holatda 256 talik Region Koreya. Telefonimizning narxini arzon narxlarda $260 ga qilib beramiz. Bu telefonimiz ham 21 Ultra telefonlari holati zo'r holatda, hech qanaqa kamchiligi yo'q. Imeykalar o'tgan 260 ga qilib beramiz. S21 Ultra telefonini ikkita sim kartalarni istayotgan do'stlarimiz uchun ikkita sim karta imeykalar o'tgan holatda telefonimiz 12 256 talik. Telefonimiz juda ham arzon narxlarda $270 ga qilib beramiz. Koreyskiy narxiga. Samsung S23 telefoni holatlari zo'r holatda, hech qanaqa petnolari yo'q, ekranlarda ham soyalari yo'q. Arzon narxlarda qilib beramiz. $320 ga qilib beramiz. 12 256 taligini. Samsung S22 Plus telefoni holatlari yaxshi holatda. Telefonimizni $270 ga qilib beramiz. Imeykalar o'tgan holatda. Samsung S22 telefonini ikkita sim kartaligini istayotgan do'stlarimiz uchun imeykalar o'tgan holatda. Telefon 256 talik, 12 256, 8 256 talik. Bu telefonimizni arzon narxida $260 ga qilib beramiz. Holatlar zo'r holatda, hech qanaqa kamchiliklar yo'q, ekranlarda hech qanaqa soyalari yo'q. S22 ni koreyskiysini istayotgan do'stlarimiz uchun holatlar yaxshi holatda, imeykalar o'tgan holatda $250 ga qilib beramiz. Samsung Note 20 Ultra telefoni 12 256 talik. Telefonimiz holati yaxshi holatda, hech qanaqa kamchiliklar yo'q, ekranlarda ham kamchiliklar yo'q, imeykalar o'tgan holatda $275 ga qilib beramiz. Samsung S21 Fe telefoni ikkita sim kartaga ishlaydi, 4500 mAh bo'ladi. Imeykalar o'tgan 8 256 talik, $220 ga qilib beramiz. Samsung S21 Plus telefoni, bu telefonimizda hech qanaqa kamchiliklari yo'q. Imeykalar o'tgan holatda Region Koreya, arzon narxlarda 21 Plusda S21 narxiga beramiz, $200 ga beramiz. Samsung S21 telefoni holatlari yaxshi holatda, imeykalar o'tgan holatda 8 256 talik. Bu telefonimiz ham o'ta arzon narxlarda $170 ga qilib beramiz. Hech qanaqa kamchiliklar yo'q. Mana shu ekranimizda ozgina shu yerda mana soyasi bor, ozgina bu ishlashiga hech qanaqa ta'siri yo'q bu telefon. Yurib olinglar, narxi hadban bunaqa bo'lavermaydi. Bundan buyon o'zi hozirgi kunda xabaringlar bo'lsa, jinni telefonlarimiz narxlari aslida ko'tarilib qolgan, biz esa aksiya qilardik. Samsung S20 telefoni yevro variant, ya'ni ikkita sim karta ishlaydi, imeykalar o'tgan holatda telefonimiz 165 ga qilib beramiz. S20 ni koreyskiysini ham bu narxga bermaydi hozir. Redmi telefonlari hozirgi kunda eng so'nggi modellari. Redmi Note 14 Pro Plus 5G telefoni. O'ta ham holatni ko'ryapsizlar, yaltillayapti-da, mana shu tiniq holatda. Korobka dokument, original zaryadchilar bilan birgalikda qilib beramiz. $300 ga qilib beramiz. Yurib olinglar, hadban bunaqa narxlarda bo'lavermaydi. Xiaomi 13T Pro telefoni PUBG o'ynayman degan aka-ukalarimiz uchun vaqti zo'r telefon. 100 MHz tushadi adashmasam. Telefonimizni arzon narxlarda, o'ta ham arzon narxda $310 qilib beramiz. Zaryadkasi tugab qolibdi, yaqib ekranini ko'rsatib beradi. Ekranda ham hech qanaqa kamchiligi yo'q. Redmi 14 Pro telefoni Edge ekran bo'ladi. Telefonimiz ham qo'lga qulay, ishlatishlari zo'r. Operatsiyasi 8, xotirasi 256 talik. Batareya quvvati 5200 mAh bo'ladi adashmasam. Adashgan bo'lsam kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Telefonimiz holati zo'r holatda.
Yangida arzon narxlarda $230 qilib beramiz. Korobkadagi men zaryadchilar bilan birgalikda yangida olib ishlatasizlar. Bu telefonimiz ham 14 Pro telefoni, ekran bo'ladi. Asli ishlatishga qulay telefonlardan bittasi. Korobkadagi men zaryadchilar bilan birgalikda bu telefonimizni 225 ga qilib beramiz. Redmi Note 13 Pro Plus 5G ni 8256 talisida ekan do'stlarim. Chunki Plus korobka dokument zaryadchilari ham bor. Arzon narxlarda 245 ga qilib beramiz. 12 Pro Plus 5G telefoni, korobka dokument o'zini original zaryadchilar bilan birgalikda bu o'ta ham arzon narxda 2.200.000 so'mga qilib beramiz. Telefonimizda hech qanaqa kamchiliklari yo'q. Mana ekranlarni ham ko'rsatib o'tyapmiz. Bir aglar esdan chiqib qolgan bo'lsa, so'kmay assalomu alaykum. O'sha zaryadkalari yo'q bo'lib qolyapti. Hozirgi kunda eng ko'p Honor kompaniyasini eng ko'p sotilayotgan telefonlardan bittasi Honor 9C telefoni 8 ga 256 talik o'zini original korobka dokument zaryadchilar bilan birgalikda suvdan, udardan, ya'ni steklosi ancha-munchaga sinmaydi. O'zini changdan himoya qiladigan telefon, maza qilib ishlatadigan telefonlardan hozir sotib yangisi chiqyapti, tez sotilib ketayotgan telefonlardan bizda $250 ga qilib beramiz. $320 sotilgan paytda bizda $250 ga bor. Honorda 9B, ya'ni 2024-yilda eng ko'p sotilgan telefonlardan bittasi. Bu telefonimiz ham full komplekt 8 ga 256 talik zaryadchilar bilan birgalikda qilib beramiz. $205 ga qilib beramiz. 9B da arzonrog'i kerak degan do'stlarim uchun bu telefonimizda hech qanaqa kamchiligi yo'q. O'zimizni tanish odamning telefoni 12 ga 256 talik plus 8 ham bor. Korobka dokumenti yo'q, lekin do'kon tomonidan garantiya beriladi. Bu telefonimizning narxini $175 ga qilib beramiz. Honor 9B telefonini. Honor 8B 8 ga 256 talik telefon. Korobka dokumenti yo'q, lekin do'kon tomonidan garantiya beriladi. Telefonimiz arzon narxlarda 1.650.000 so'mga qilib beramiz. 8 ga 256 talik. Samsung A55 telefoni 8 ga 256 talik korobka dokumentlari bor, imekalar o'tgan holatda telefonimizni arzon narxda $240 ga qilib beramiz. Samsung A35 telefoni holatlari yaxshi holatda, korobka dokumentlari bor, o'ta ham tiniq holatda. Bizda har bitta telefonimiz unaqa kamchilik, petnolari deyarli yo'q telefonlar. Ekranlari ham tiniq holatda, korobka dokumentlari bor. Arzon narxlarda $210 ga qilib beramiz. Samsung A82 telefoni holatlari zo'r holatda. Bu telefonimiz yana arzonroq chiqadi. Sababi mana ekranda ozgina mashinada soyasi bor, bu ishlashga ta'sir qilmaydi, lekin puli holatiga qaraganda ancha arzon narxda $115 ga qilib beramiz. Samsung S20F telefonimizni bu telefonimizda hech qanaqa kamchiliklari yo'q. Holatlari yaxshi holatda 1.600.000 so'mga qilib beramiz. Samsung A16 telefoni korobka dokumenti bor, imekalar o'tgan holatda telefonimizni arzon narxlarda 1.700.000 so'mga qilib beramiz. Holatlari zo'r holatda. Samsung M33 telefoni imekalar o'tgan holatda bu telefonimizni operatkasi 6 ga 128 talik 1.400.000 so'mga qilib beramiz. Zaryadkalari ham juda uzoqqa yetadigan, maza qilib ishlatadigan telefonlardan bittasi. Samsung M23 telefonimiz arzonchi modellardan 1.200.000 so'mga qilib beramiz. 4 ga 128 talik imekalar o'tgan holatda. Redmi 11 Pro telefoni 8 ga 128 talik arzon narxda 1 million so'mga qilib beramiz. PUBG o'ynayman degan aka-ukalarimiz uchun Poco M6 Pro telefoni. Bu telefonimiz PUBG'ni bilsanglar kerak, 90 FPS ushlab beradi. Narxi ham arzon narxlarda qilib beramiz. Korobka dokumentlari bor. $250 ga qilib beramiz. Telefonlarimiz ko'rib turganinglarda o'ta ham zo'r holatda, narxi ham ancha arzon. Hozirgi kunda bilsanglar, telefonlar narxi ancha ko'tarilib qoldi. Bizda esa aksiya narxlarda. Bu narxlarda ancha-muncha do'konlarda yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, bizning kanalimizga yozishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, mutlaqo bepul. Shu videoni ko'rib, birinchi xarid qilingan ikkita mijozimizga shunday ajoyib naushniklar qo'shib beramiz. Bizning manzil Andijon viloyati, Sharxon tumani,
Makro supermarketda 2-etaj 33-do'kon. Bizni kanalimizni kuzatib borishda davom etinglar. Obuna bo'lib, podpisatsiya bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Like, kommentariyalarni u yog'ini o'zingizlar cheklanmagan miqdorda bosib yozib tashlaverasizlar.